Kredit bo'yicha qarzdorligi bor bo'lgan fuqarolar videoni diqqat bilan ko'rib, like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Hozir men sizlarni xursand qiladigan xabar aytaman, lekin bu hammaga ham tegishli emas. Ayniqsa Rossiyadagi O'zbekiston Respublikasining fuqarolariga tegishli. Menga juda ko'pchilik Zolotoy Karondan qarzim bor, O'zbekistonga kelib qo'ydim, orqamdan xabar kelyapti, to'lashga majburmanmi, to'lamasam sud orqali, majburiy ijro byurosi orqali undirib oladimi Muzaffar? Nima qilay degan savol bilan ko'pchilik murojaat qiladi. Ha, hurmatli fuqarolar, to'lashlaringiz kerak. U qarz bugun bo'lmasa ertaga baribir to'laysiz. Lekin xabarni xursand qiladigan tomoni O'zbekiston Respublikasining hukumatı bilan majburiy ijro byurosi sudlari bilan Zolotoy Karonani hozirda shartnomasi mavjud emas. Ya'ni ulardan qarz olgan fuqarolardan qarzni majburiy tartibda sud orqali, ijro orqali undirib olish bo'yicha o'sha banklar orqali yoki yuridik shaxslar orqali O'zbekistondagi sizlarga xabar yuboradi. Hozircha shartnomasi bo'lmaganligi sababli majburiy ijro orqali undirib ola olmaydi, lekin to'lashlaringiz kerak. Baribir to'laysizlar. O'shani esdan chiqarmaysizlar. Videoni barcha krediti bor, ayniqsa Rossiyadagi Zolotoy Karondan, Moybuloqdan kredit olgan tanishlarga, o'zimizning qora ko'z migrantlarimizga yuborib qo'yingizlar.